Bu filmning tajdorligini Şinjan Abide Biopan Texnika cheklik şirkati o'z ustiga olgan. Do'stim ochiq-chuchuq bir tamoqlayl dedi. Abide yalpuz limon ichimligi tayyor. Qo'rqmayman. Menmi qo'rqmayman. Qo'rqmayman deyalaymiz albatta. Vau, Abidaning huzuri rostli qaltis. Abide yalpuz limon ichimligi. Bu filmni Al-Xumar Gırım buyumları çeklik şirkati alohida qo'llagan. Görüşüyoruz bir kadar külmeysiz zaten. Zaten anim oldu. Onu yaxşı gördükken size. Kimni? Ali'ni mi? Onu bilmemiz. Haklı nega xotun balaları var dursa. Adamı çamaya bozacak. Oldu oldu. Siz psikologla qo'rqanken, sizda muyushirib bulanmayman. To'g'ri. Birov meni yaxshi ko'rib baqqan, bo'ldimi, jon? Men sizning o'tmishingizni ko'ramayman. Men palcha emas. Men faqat bugun ko'rganishni da'vatdiman. Voy adam, gapni o'shda ochiqda aytamsizmi? Hozir yaxshi ko'rganing nimakmi edi? Uni ustiga ishla chanadimmi? Bu mening kasbim bo'lsa, balkim hech qanday natija bo'lmasligi mumkin. Lekin siz ash ko'nglingiz o'ylaganlaringizni birasiga da'vatsangiz, rohatlanib qolasiz emasmi? Degan og'zini to'g'risi. Ma'qul. Adam bilan odamning munosabatiga qismatlarga bir narsa deb bo'lmaydi. Men uning oliy maktabdagi vaqtimizdan boshlab diqqat qilgan. Ajab ruhliq, mijozi uchuq, ganjing balki deb. Şunu bilan fursat izlab buni yaqinlashdim. Bira-bira buning tirishchanligini, oq ko'ngil ekanligini bildim. Lekin bu undaq kitob xolisi, xini mijoz bola emas chunki. Ba'zan chaqda quloq kesdi, ba'zan chaqda lukchak. Shunday xil o'g'andachilik qilib keldi. Bag'azir diqqatim tatdi. Ko'rgan sir ichim kuydi odam. Voy zanliq qilmaga demin. Voy nada, muhabbet hikoyangizni to'zdirlayapman, davom. Ben sarang bunun diqqatini tortmadi. Qiynoq kirim qilib baqdim, sochlarimni bo'yab baqdim, usul o'ynab baqdim. Lekin xo'r etib baqdim, shu har qanday ko'z ko'ringidek har qanday faoliyatda men bor. Ammo men xato o'ylab qopdim. O'ylamagan yerdan sinfimizdagi eng jimg'ir muloyim mehribon bilan jur'atli qara. Shunday jildim maqtadim. Onu unda qizlar yaxshi ko'radigan bilgan bo'lsa, men nimjapa unda kirim qilib sochlarimni bo'yab usul o'ynab shunday jil oldum. Undan muloyim shaklga kim kiramaydi o? Shunday xo'yim tutdi. Hozir o'zim jil bo'ldim. Andinchi? Nima andin? Maktabni bitirdi, to'y qildi. Hozir bolalarimi jonga kirgidek bo'lib qoldi. Men bir nimaga tegib ajrashdim, o'zingiz bilasiz. Ammo hozir siz qanday o'ylayapsiz? Abay qarasam siz saatga bir qaraytib, qasdan uzoq yo'lni tanlab maqdingiz. Menimcha Alining ishni tushiga ulgurtib, uchirtib qolami deb o'yildingiz, shundaqmi? Ay, xon qizada. Sizlardek psixolog doktorlarning do'sti bormi? Hamma ishlarni bilmasanglar do'stlashdan qo'rqaydi-ku deyman. Ma gapni qara. Emniyatim hozir hech qanday ishlarga kirisha olmayman. Bo'lib bir to'y qilib ajrashgandan kichik vaqtimizda bunda muhabbatlarga cho'qindigan ishlar yo'q hozir. Men ular azroq chiqsam deyman. Davomli ko'rishib turalayotganman. Tijoratimga yardım bor. Ham bunda bolayim deb qiynab beqish degan ishlam yo'q. Shunday yaxshi. To'y qilish degan yaxshi ko'rdigan odam bilan muomala qilishadigan birdan bir tanlash emasdi. Mundaqdan. Menimcha sizning bu o'ylaganlaringiz haqiqatan o'zgachikan. Menimcha shu davrning taraqqiyotiga ergishib, hozirgi yoshlarda bir xil o'zgacha bo'lgan dunyo qarash shakllanib turibdi. Bu naq men yaqinda izlanayotgan temalarning biri. çok kolay. Ha. Jo'natdim siz men bilan bilib bering. Men bosam qanday qila uni nigar degan riyosatni bekaka bor, bekachayman degan. Qanday Amaliyotda uning mijozi bek yaxshi. Men birlash do'stingizni e'lon degan mush munosabatni berib, nurg'un yaxshi hadislar bilan tanishib olasiz. Chiroq. 在一起，只好逃避。说来可笑，其实之间
可笑，第一眼就幻想永远。有个人早就爱上你，天天都想你，却总为难自己，只好写在歌里。明明想看你，偏偏要把视线转移，只好把无奈的眷恋变成秘密。这个人就是我。 Apa? Ha qanday ahvolingіз yaxshimi, yaxshi odamsiz? Ha, menmi yaxshi, uydagilarmi yaxshi? Ha, bugun biroz ish chiqib qo'yib shu. Jo'na tomoq yeyib boramadim. Arasaba mehribon oshxonada telefon qilsam qat'iy olmadi. Ha? Qachon? Kim bilan chiqdi? İtalyadan keyin ochsi. Acaba onu deb qo'ymabdi ya. Chiqayotgan xil bo'ldimi? 20 minut. Unda men yana bir urib boqay, balkim anlamagan bo'lishi mumkin. Buldu, sizlar o'zinglarni asranglarmisa. Qo'yaptimi? Xo'sh. Rastam amandan. Sizni ansirab baqsin. 3-chi qatim o'g'il vaqtida andaydim. Burunchi siz bek yuvosh etib ekansiz. Qachonla qarshi uyda o'tirib, sizni topaman degan vaqtida topa olgandan keyin shunda xotirjam bo'lib ketdi u. Buni bilaversa keyin sizning qadringiz bo'lmaydi. Ancha-muncha ansirab qo'yishingiz kerak. Men bu azaldan da qilib boqmagan endi ansirab qolamiki ekanman. Kim uni sizni bir yoqdan uyga sulab, yana bir yoqdan jahon ko'rib boqmagan desin debdika. Hamma qo'l, hadingiz sizni bugun shunday yaxshi so'rinda keldi mana. Amaliyotga u undaq maqsadda demagan. Va men olmayman dedim-ku, olmayman. Xotin zat bilan nim bo'lganda hech bir xabar yo'q. Hada 3-chi qatim bo'ptamda olaymi? Vay, Ali. Ha, xotin, siz nima telefon olmaysiz? Aman Piryajam bilan pilladim. Shu do'stlar bilan pilla tomoq yeydi deb chaqiribdi-kan. Al deb qo'ysin zamonda. Ya telefon olmagan. Apangiz telefon qilsam bir Italiyalik qizlar bilan ketdi dedi. Shu Piryajam tuyuqsizlam kap qoldi. Aslida men berib olib sizga telefon qaytaray deb o'ylagandim. Aras bugun jabr qilmadi otatingiz bu ishlamadingizmi? Sizning odatingizda telefon maydon qo'yingiz olmagandan keyin kallam har xil qalayimqan xayollar kelib ketdi. Bek ansiratingiz-mi? Ha, hech nima bo'lsangiz bo'pti. Vaqti tomoqingiz yeb, baldiroq qaytib kelasiz kech qolmay. Ma'qul. Ansama Piryajam opirib qo'ydi. Ma'qul amsa xo'sh. Ajab jiddiylashib ketdi. Qara, telefonni sakrab chiqib sizni yaratmagandi-ku.
Shu mendan bek ansirab qopdi. Adamızın gepiga shina çataq chiqmaydi. Buningdan keyinchi unda pifa mehribon yo'q. Bu filmimizdagi erlar kiyimlarini ehson kiyimlari alohida ta'minlagan. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath. Arzu ümit üçün manğan qədəmlərimdə naxşam mənə həmrə. Təbiət qoynidagi izlanishlarda mən oğlum həmrə. Rəngdar kartinlar yoğurulğan hayat musafəmdə ne'mat qəhvəsi hər vaqt mənə həmrə. Hürriyet. Mantargına. Uy yana seni udum ha? Vay yo'q, o'zim suv oldim. Mağana asfalt iş yapırma. Voy bo'ldi qilar, bu qiz rasman urmadi. Ya men bilan borsa, ya men ustaqshi tuz qiz uytima. Mağa? Mağa? Ya yani qaytib kelsen go. Ateş şimdi. Qaytib kelmedin. Go. Sen kelsen go. Mağa? Kıraya. Ya sahip çıkıp gitmemse. Hıyyo. Dostuna kep uyku yatamsa. Pek yaman gosla. Oyun mu emas mi hazırlı bilip kalsa. Sen bir modokaga artist ko. Bizning ailemizning şahsi aralashimsan buldu. Aile anası? Senin nerede ailen var? Sen bunu ağamın tamasını kottun mu? Bir kendi başı böyle yat ekitime. Hem senin onu urdama pırston yok. Yani bir defa Voy bo'ldi qiling, bo'ldi Bahodir. Merskansda yeshilmabdi. yani at kaçta kılamsa ağzını ciddi yutma. Bo'ldi. Sen neymiş kılmakçı? Mantışıkta. Adaş sen? Sen cimdire? Sen neymiş kılmakçı? Eğer kişi olsan müşteriler alsın işte. Şutmam sen? Bunçilik mücürkün olmağandaki çok çoğun sözüme. Birkan ben silke cidvetmey. Sen neymiş kılmakçı? Sen bunda kıldağmasan ben sağ çıkmayalım kılma. Öğretmenkiler kelime taptı. Kila? Vay seni xil əgəh ketibdi ki, mən ağlığın şümmətdi. Saqçıq məlum qıla. Mən şu saqçılar seni öyrətdi, qanda ağlığını toğulub bir paranışıb qay degendim. Əmsam neymiş bolğanlıq mən özəm dəb biri. Öyrət bilgəndi başa bizdən ketidi. İşkanla iş qana münasibətini qalmaydı. Bundan keyin
Ma uyning ijod pulini o'zing to'laysan. To'q puli, par puli, VF deganning hammasi o'zingdan. Tamoq chekib, aroq ichib, tamoq yeyishingdan tortib, endi o'zing chiqirsan. Men atil Hurriyatning telefon numerini almashtirib o'taman. Buningdagi Hurriyatni topa olmaymanmikin deyman. Agar bizning uyga yo bo'lmasa islohotga yirib bordi ekansan, shu ham soqchiga ma'lum qilma. Desam ikkovning hech qanday qonuniy munosabatlari yo'q-ku deyman. Agar yana berib uni urdigan bo'lsang, o'zing cho'ng ish topgan bo'lasan. Gapimni tushundingmi? Hurriyat bu sening xiyolingmi? Nashriyatdan menga xabar qilmadi. Sen kelsa uning bosh kirmim yo'q. Men qanday yashayman, meni o'lsin demsa? Kaçtık işkin salsam bana. Çokcan erkiştirip künde yazgıç bulmaya deb öyden talaşma oltarsam, sen netçil oluyor da baka. Hurriyatini kollayma. Seni bakmaya deb kündüz idare işsize kitiş cubat pijus etiyordu. Bu işten qaytib kelganda çaydanlar putun jüp koysamçı işip ketmeydi. Lekin senço, nashriyatni seni rad qilmasa, aroq ichib mast bo'lib kelib dadani buningda oldi ekansan. Sening erkishchilik bulamdi? U ya sening xotining emas, yo dediking emas. Umuchi xalqning a'toliq bolasi. Qo'y. Urdig'anni nima qilyapsan? Aqachi og'an taqdirdimchi, aroq ichib mast xotiningsan bu yaxshimi? Hurriyat sen bilan birga yurib nima xo'liq ko'rdi deb baqa. Shu dashit nechpa she'ring oldindi u bichora. Necha yil bo'ldi seni qo'llayma deb yuribdi. Bunda ayol kishi sen nereden topsa? Onun bu sharoitichu qanday odam topa olmaymiz, topa oladi. Men onun bilan jubadisiga vaqtimda qara, nurg'un loballar buni qo'llashgan. Uchu yana sen sodiq bo'lmaydi deb hammasini rad qilyapti. Yana sen agashdi. Bir-ikki xo'liq ko'rib qilibdimi? To'g'ri, kitob yozishning orzuyim. Lekin erkishchi qara bunda shaxsiy jubga sunmaydi. Orzuyun qo'g'dashdan burun avval o'zingni boq, ota-onangni boq, xotin bolalaringni boq. Ondan arzudan ig'iz och. Ay bo'l gap tishi yutaychu. Sening yozgan narsangni asar deyil olamdi. Kunda uyda o'tirib tishning nima ish qilayotganini uqmay turib, nimaga asar yozsa sen, mushinchik oddiy davlenim tushunmadingmi? Hurriyat mana, yig'ishni programmasdan ketamiz. Hürrem canım. Ketme canım. Hemmisi bende ketipti. Hey sen yan mushni eshik oldini otamsan Hurriyat. Hürrem bana bir fırsat verken beni kızdan deyin to'g'ri. Men xato qildim. Men atil beri xizmat topay. Buningdiki sizni men boqay, pul yig'ib uy olma, sizni molima. Sizning men qilganlaringizni bir umr qaytarma. Men tashlab ketmam. Abla, meniki sorunum bor dedi. Ketmaydigan bo'lding shundami Hurriyat? Bahodir, men qarag'ina. Sen onu yana bozaq qilib baqa, ko'rdig'ing bor. Endi bozaq qilmayman. Men endi hergiz bozaq qilmayman. Hech kimga bozaq yetkazmayman.你是否也和我一样，常常都 Turmuş seviyerimizning kundan kunga yuqori ko'tarilishiga ergishib, ko'p qism iste'molchilar o'ziga lozimli narsalarni bevosita to'rdan yoki undidor savdogarlardan sotib olishni oldin tanlash qilmoqda. Munosabatli o'rinlar qonunda belgilangan to'r savdo belgilariga asosan undidor savdogarlarning inobat kinishkisi bejirish kerakligini ta'kidladi. Bu jihatda eng tez surat va eng yaxshi mulozimat Xinjiang Izdil xalqaro savdo chekish shirkatida. Aloqa qilish telefon nomeri 181 40 777 797. Xinjiang Izdil xalqaro savdo chekish shirkati.
yaxshimisilar? O'tirib bo'lsanda, nafaqani kelib ko'rasizmi? Kızlar, ben bugün bak hoş oldum. Mas boşağından çıraylı kızlar bilen lıq tuluptu. Vıldap gitti. Akışcan 5 kilometre jıraqlıqdaki adamlarni köre atqandı. Kızlar namız tuluq kep boğan boz, mən ondas bir tunuşturuydu dey. Hay, tuttu. Sıkıp kaptı. Ha, to'g'ri. Sen bir baba olsan, ha? Kechiringlar kızlar, men kech qolmaysiz bo'ldi ya. Nega? Hay, bo'ldi. O'tiring, odam qizlik qilmay. Siz nega o'tirgan? Tez O'tiring, qo'ling men o'tirsam bo'ldi. Endi men nurimiz 8 kilometre taraydigan bo'ldi. Degachi sizni eng chiroyli deb maqtayapman. Bugungi mehmonlarni hammanglar bek muhim mehmonlar, hammanglar başrol. Hamda bu sorun hammadan bek alayda mehmonimiz olsa, mening yaqin do'stim Haq Qizildi. Balkim sizlarning anlagan bo'lishinglar mumkin. Umush bir necha yilning yaqin markaz shaharda psixik mutaxassis ishlayotgan To'rdim shunda danqi bor. Ayollar to'yi mutaxassisi. Asli bu bizning mushurtliq, endi mushurtimiz qaytib keldi, misha taraqqiy qilay deb. Shunga men mush yaqin qizlarni bir necha yildan chaqirib, mishaga bugungi do'stimni kutib olay deb mush dasturxonni hazırladim. To'g'ri, men sizni taniyman. Bak yoshkansiz, qarishalmiz. Rahmat ko'pchilik, rahmat, minglar rahmat, Nigar rahmat sana, bek hoş buldum. Bugün men uchun atayin mush aytsanlarni yig'ib, so'rim qilganim uchun men bek hoş buldum, bek ta'sirlandim. Yurtdan ayrılıp shuncha uzoq vaqt bo'ldi. Bu qatam qaytib kelib, hammalarni ko'rib, men shunda iliqlik his qildim. Hammalar bilan tanishganimdan bek xo'shalman. Bo'lsa bundan keyin mushta so'rilarni davomli o'rlashtirib tursak, doim yig'ilib tursak degan umidimdan rahmat. Albatta, bundan keyin mushal o'tirgan artisonlarning mening xaridorım bo'lib qolmasligidan umid qilaman. Chunki ajrashmoqchi bo'lganlarimiz meni izlaydi emasmi? Xotirjam bo'lib, bu o'tdag'anlarning ba'zilari to'y qilmagan, ba'zilari ajrashib ketgan. Shunga bugundan faqat bozordan chiqmaydi. Albatta, men hammamizning oilamizdan xushal-xuram, baxtli oilani o'tishimizni umid qilaman. Xon qiz muassasalarni o'zim bir tunishtiraydi. Bu singlimning ismi Zuhra. O'zi intayin yaxshi, oqko'ngil, chiqishqaq yaxshi qiz. Aytsanlardan bo'lib o'sanglar bo'ldi. Zuhra o'zi Qrim buyumlar savdosidan boshlab hozir o'z oldiga bir marka yaratish oldida turyapti. Hozirgi yosh qizlar bek yomon bo'lib ketdi-ku. Bizg'u yoshligimizni televizorga beg'ishlab o'tib ekanmiz. Bek maqtayaptilar. Nigarada siz deyishidikidimi chiroyli ekansiz-chumi? Rahmatdan, fikrim menga qiyirib ketdim. Men ajrashib ketgan ayollarning gruppasidan. Voy, ishimiz do'stlar olayotganmiz hamsa. Voy. Menga seni o'zim ajrashtirayotgan. Agar pek qiyolmagan bo'lsam, ajrashtirib qo'ysam bo'ldi. Yargı zunaylı majmada. Men setishdan kim munosibdan qilsam bo'ldi. Qarg'an sizlarni xili hikoyanglarga o'xshaydi. Meli bizga ayrim deb beringlar-jumi. Endi bugungi sorunimizni bizning Jiraqdan kelgan VIP mehmonimizda yana birisi bor. U kelgili bir qancha bo'lib qolgan bo'lsa-mu, u kelgasa Jiraq qaraqchi, shuni biz bugun keldik deb turaylik. Men to'yimni keldim emasmi? Qizlarning ancha tunib ketmasliklari mumkin, lekin uning asrini cho'qim o'qidinglar. O'yliqi keyingi visolning yozuvchisi shu. Dilnar xonim, biz odatdan Didi deb chaqiramiz. U Italiyadan qaytib keldi, uzun bo'ldi. Ha, bildim.
Asli sizgansizda, siz bek chiroyli ekansiz. Sizning asringizni o'qigan vaqtda nihoyat ta'sirlanib yig'lab ketganman. Kinosini men bunda chiqdim ko'rgandim. Bu yoq shu kinoga boshqa bir qiz o'xshamamdi. Ha, rost, sizni ham tutundim. Shu qarsam shunda tanish chiroyli. Rahmat, ko'pchilik rahmat. Nayilim Isonali bor ekanman. Sizga rahmat dedim. Buyan alayda meni chaqiribsiz. Men shu ba'zi shaxsiy sabablar tufayli ekrandan chekingani 7 yil bo'ldi. Mush fursatlardan tunishqanda va xushomad, buyan xush bo'lim. Rahmat. O'tiran, sizga egizkans odamni hijil qildirib. Endi yaxshi bugungi so'rinda kinoning ssenarisimi, bosh rolchisi bo'ga. Haqiqatan bek chiroyli ham yoshkansiz. Agar siz rol olmasangizmi bek afsuslanarli qishog'idek. Mening burunqi yo'ldoshimiz sizning havaskoringiz-di. Qaysi? Oysan chiqib qolgan. Mening bu qo'zamni burun bek nas bosgan. Men yaqinda bildim taxi. Buning burun qulobini men o'tunigan bir odamdi. Uning bilan bu 10 yillik to'xtam tuzishib ekan. Keyingi olganda u odamning niyati boshqa chiqib qolibdi. Shuning bilan beliq qiz uni rad qilib ekan. Shuni ikkinchilab uni ekranga chiqarmabdi. Shunchalar o'simi bir filmga chiqarmabdi. Hatto haq so'rab kasmi bermabdi. Bicharaning necha vaqti bekor o'tibdi. Azcha patlatmabdi. Hay bo'ldi, ham o'tib ketdi ishlar. Neçayna alıda bir şirket xili ko'p pul chiqarib buni to'xtamini setyapti. Ammo uzoq qolmay buni yangi kinosini ko'ramizda. Men bu yangi postning oxirini yozib bo'ldim. Endi shu yilgi nima Mayak degan shirkat qachon tasnifasi shuni qatnash qilmizda. Davr Mayakmi? Ha, naq shu. Men nimishqa bir o'yimli shirkatdan bilan to'xtamni setib olganligini tushunmadim-jimi. Necha oy bo'ldi men maosh taqtotdi. O'zining kasbini asli keltirishdi. Bir qator peshlar qatnashtiryotdi. Nima yolqin damdi, do'lqin damdi birsi sirtqi komandorga chiqib ketdi. Shu odam qaytib kelsa mening butun kino ishlashimdan mas'ul bo'ladi u. Amaliyotda mening ortish bo'lmasligi men uchun baribir. Faqat burun qulovimning qo'ldan qutulib chiqsam-la, men shuni xush. Tomoq chekib bulamdi ya. Men bu qiz bilan tanishgani undan uzoq bo'lmadi, lekin bir ko'rish bilan shundan mijozni yoqtirib qoldim. Shundan rostchil, qat'iy yasalmoq qilmaydi. Ha shu, hozir nurg'a odam ekran chiqib artistlik qilmagan bilan turmushda artistlik qilib yuriydi. Magi poz isil bo'ldi. Amaliyotda bil qizga o'xshash turmushning abdi basharalarini ko'rib turibmi, turmushga kulib boqadigan aktiv pozitsiyada bo'la olganlar psixologiyada o'rnak hisoblandi. O'janida ammo maqra eslab bo'ldi hijil qilmoqdan keyingisidan kelsin. Avaqil. Unda bo'lsa bu yoq mening umaq gap anglaydigan chiroyli go'zal ham shundaq muloyim singlim ismi Mehribon. Yaxshimisizlar ko'pchilik. Bugun idealjon tuyuqsiz chaqirib qoldi, shon kelib qoldim. Bugun sizlar bilan bir so'rinda har qaysi aytsanlarim bilan pul o'tag'ilib intayin xush bo'lardim. Men ancha gap qilishni bilmayman, rahmat sizlarga. Hey, savolishim, nima xizmat qilyapsan? O'zimni tunishtiryapmansan. Sizlar savolashma. Shu boyibek qizning salomlashib ketgansan-da. Men uning bilan uning eri Ali bilan uchimiz staj o'zag'dashamizmi? Ko'rishgan o'zimizda. Men hozir ishlamadim, shundan keyin yolg'iz qolib qarab tenglik. Nimda baxtli. Meni boqadigan aychiqam bo'lsa hargiz ishlaymaydim-jimi. Kunda uy tomoq yetib qolib qaraydim. Mushta bo'lsa nimaga yaxshi? Hozir qallachi xotinasi qiz tarafning maoshi, xizmat o'rni yaxshimi deganini so'raydi ekan. Bizga o'xshash shaxsiy shirkatda ishlaydigan qizlar o'g'illarning ota-onasining nazarida faqat bekorchi. Ali akamdek yaxshi erlarni topmoq bak tasjim Mehribonda. Siz bek baxtli ekansiz. Ali akam sessiyada xizmat qilayotgan men bilan bir ishxonada ishlagan. Mening ismim Tarib.
balkim anglab boqqan bo'lsangiz mumkin. Ha, Parisa onamu, akangiz kepangiz chap qilgan. Balki mehribon bundan keyin oila ayol bo'lmasligi mumkin. Yaqinda men bir yangi to'yga tutish qilayotgandim. Mehribon mening eng yaxshi hamkorlash uchun bo'lib qolishi mumkin.